Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi qisqacha roligimizda asosan parrandalarda, xo'rozlarda og'ziga toshib ketadigan stomatitni davolashni oldini olishni o'rgataman. Bu asosan davolash bo'yicha. Stomatit deb ko'pchilik aytadi. O'zi stomatit keyin shu og'iz bo'shlig'idagi mikroblarning ko'payib ketishidan bo'ladigan shu tildagi, og'iz bo'shlig'idagi, tomoq atrofidagi yaralar, toshmalar, shunga o'xshagan narsalar umumiy tushuntiraman, sodda qilib. Shuni davolashni ko'rsataman. Buning uchun birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi, mana odam apteka sotadigan glitserin, yod. Keyin yana bir narsani aytib o'tay, tripxapol tabletka, ya'ni tarkibida metronidazol bo'lgan. Agar uni topa olmasanglar, mana bu mazdan ham bo'ladi. Og'izga, insonlarda og'ziga surkadigan, tishiga surkadigan. Tarkibida metronidazol bor. Yo bo'lmasa tripxapol tabletka, shu metronidazol tabletkani olsam bo'ladi. Buning uchun kichkina biroz idish olasizlar. Shunga glitserin tortib olasizlar qanchadir miqdorda. Men mana 3 gram. Bir 5 kun ketadigan tayyorlab beraman. Ha. 3 gram glitseringa besh tomchi yod qo'shaman. Bundan avval iloji bo'lsa margan sofkali suv tayyorlab, og'zini yaxshilab chayib olish kerak. Yara toshgan og'zini xo'rozda. Men hozir xo'rozni o'zini olib ko'rsatib bermoqchi edim. Prosta Instagram yoki TikTokga qo'ysam bu videoda blok berib yuboradi. Xo'rozni qiynab og'zini ochib dori qo'yadigan bo'lsam, shuning uchun xo'rozsiz tushuntiryapman. Tushunasizlar degan umiddaman. Mana 5 tomchi qo'shdim. 5 tomchi ozroq ko'payib ketdi. Lekin sizlar ko'p qo'shmaysizlar. Chunki og'izda yarani kuydirib qo'yishi mumkin bu. Buni aralashtirib, xo'roz og'zini birinchi shu margan sopkali suv bilan yaxshilab artib olasizlar, tozalab. Har doim shu dorini qo'yishdan avval. Mana glitseringa 3 gram glitseringa 5 tomchi, 6 tomchi yod qo'shdim. Endi shuni og'zidagi yaralarga, shu tildagi yaralarga, tilining tagidagi, og'zining ichidagilarga yaxshilab surkasizlar. Buni zarari yo'q, ichiga ketib qolsa ham bo'laveradi. Og'ziga surtgandan keyin bir qancha vaqt o'tgandan keyin 5 minut, 10 minutdan keyin shu mazdan surtasizlar. Buni ham shunaqa lo'pchikka shunaqa chiqarib turib surtsanglar bo'ladi bemalol. Yo bo'lmasa tabletkani metronidazol tabletkani, ya'ni tripxapol tabletkani tuyib turib sepasizlar og'ziga. Keyin bu davolash mobaynida multivit vitamin qilishlar kerak. Bu nima uchun? Nimaga desangiz, og'izdagi toshmalar asosan immunitet tushib ketgandan, organizmida, keyin berilayotgan ozuqasida, yemida, donida vitamin